Assalomu alaykum Facebook do'stlar. Mana bizni komanda ko'ryapsizlarmi? Mana kichkina qizim ham mana tikyapti, mana o'tirib. Mana assalomu alaykum deyapti. Mana o ikkita o'g'lim ham tikyapti mana. Ana. Ana. Qani assalomu alaykum. Chiska qilishyapti bular, chiska qilyapti. Bular katta chevar oladi, yana bir 4 yil, 5 yilda katta chevar olib ketadi. Kuchli komanda bo'ladi, kuchli komanda. Duo qilib turinglar, men ham bir sog'ayib ketay. Ko'chalarga ham chiqa olmay qoldik bu dard orqasidan. Tashib ketamiz xudo xolasa. Duolar uchun rahmat do'stlar. Hammasi tikishyapti mana. Onasi o'rgatib yubordi, hammasiga o'rgatib yubordi onasi. Ana bizni komanda. Mana 4 kishi 5, 6, 7, 8, 9, 10. Endi bittasini turmushga chiqarganmiz. 10 ta farzandim, ahli ayolim, 11 ta ishchi mana. 2 yil, 3 yilda bular katta yigit bo'lib, qiz bo'lib, bemalol onasiga, otasiga suyanchiq bo'ladi bular. Ana ashulalar aytib ish qiladi bular, qo'shiqlar aytib ish qilishadi. Motivatsiyada. Ana, ha. Kattaroq. Ha, kattaroq. Voydod. Hey! Hey! Ha Shodi. Kichkina bola ham 11-farzandidan mana qaychi ushab chiska qilishni o'rganib oldi. Mana bizni oila. Hasanlarim meni, Alloh berganlarim meni. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ummatlarimni ko'pligidan faxrlanaman degan ekanlar. Ana. Yana takoy qo'shiq chiqdi mana. Derski qo'shiq chiqdi. Qizimizga yaqinroq. Ana tikkan narsalarimiz mana. Ana tikkan narsalarimiz. Facebook do'stlarim, hammalarni yaxshi ko'raman. Doimo salomat bo'linglar.